Bu ekran. Qo'limdagi ekran maydalovchi. Qaranglar. Nimaga bunday qildim? Telefonning kamerasiga qaranglar. Telefonning kamerasini hozir nimaga kamerani sindirdim? Telefoningizni tekshirib qo'ying. Aks holda sizni kuzatishayotgan, kamerangizni ulanib olib, sizni tomosha qilishayotgan bo'lishi mumkin. Ha, bu haqiqat. Demak, qayerdan bilsak bo'ladi? Bilish juda ham oson. Tekshirishimiz uchun mana sizlarga hozir o'rgataman. Birinchi men foydalanish uchun kameraga kiraman. Kameraga kirsam, bu yerda yashil kameracha nuqtacha paydo bo'lib qoldi. Ko'rdingizmi? Yashil nuqtacha. Siz kameraga kirmagan holatingizda ham agar o'shanaqa nuqtacha paydo bo'lib qolsa, ekran burchaklarida, mana hozir mikrofon ovozingizni eshitish paytida bo'lsa, xuddi mana bunaqa mikrofoningdan foydalanyapti degan yashil nuqtacha paydo bo'ladi. Siz hech kimga telefon qilmasangiz va kameraga ulanmasangiz ham o'shanaqa nuqtacha paydo bo'ldimi, demak shubhalaning. Play Marketda bo'lsa, bunga o'xshagan programma bor. Bu Trask Wave, to'g'ri o'qidim, noto'g'ri bilmadim, lekin bu programma sizni oldi kamerangiz, orqa kamerangiz, boshqalarga bemalol ulanishi mumkin. Bu elektron pochta bilan ishlaydi. Agar shunga o'xshagan prilojenalar bo'lsa, begona prilojenalar, ularni hammasini darhol o'chiring. Aynan shunga o'xshashlar. Har bitta programmangizga kiring. Agar sizga begonami, telefonga begona bo'lgan programmami, darhol o'chiring. Mana bu yerlarda bo'lsa, yashil nuqtachalar paydo bo'lsa, telefoningizni ustiga boring. Like, podpiska